Hurmatli tadbirkorlar, mana bugun 4-dekabr 2025-yil sizlar bilan uchrashishimizdan maqsad bizning bankimizda mavjud bo'lgan kredit produktlarini, kredit turlari bilan tanishtirishdan iborat. Mana bugun o'sha sizlar xabarlaringiz bor, hozirgi paytda prezidentimiz juda ko'p tadbirkorlarga imkoniyatlar beryapti. Har xil turdagi imtiyozli kreditlar chiqyapti. Bundan o'sha bilganlar foydalanyapti, bilmaganlar o'sha kelib, o'sha mana shu o'rganish maqsadida biz ham mana shu yig'ilishni olib boryapmiz. Bizning bankimizda, mana milliy bankimizda o'sha imtiyozli kreditlar tadbirkorlarga turli-tuman tashkil qiladi. Jumladan misol uchun biznesga birinchi qadam kreditimiz bor, buni bilasizlar. Endi tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lganlarga. Endi kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash turi bo'yicha 312 sonli qaror bor. Bu endi 100 milliongacha shu kamida 1 yil bo'lgan ochilganiga va o'sha ma'lum stabilni aylanmasi bo'lgan o'sha tadbirkorlarga beriladigan kredit. Bundan tashqari nihoyatda yoshlarimizga turli-tuman kreditlar mavjud. Endi buni xabarlarimiz bor, misol 30 yoshga to'lmagan yoshlarga beriladigan 18% endi Markaziy bank qayta mo'ljal stavkasi 4% ustama tartibda 18% kreditlarimiz bor. Bu ham yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Bunday holatda tadbirkorlikni kengaytirib, yangi bir imkoniyatlarga erishish, yangi cho'qqilarga yetish uchun hozir har qanday bankda mana prezidentimiz tashabbusi bilan nihoyatda keng qamrovli imtiyozli kreditlar amalga oshirilmoqda. Hozir bizning bankimizga agar siz murojaat qiladigan bo'lsangiz, tadbirkorlar sifatida 312 sonli qaror bo'yicha biz kreditlar beramiz. Bu hech qanday garovlarsiz, hech qanday unaqa faqat o'sha tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash jamg'armasining kafilligi asosida ma'lum foizlarda edi. O'sha kafilligi bor. Shu asosda zamonlarsiz, ya'ni o'sha kreditlar beriladi. Bu aylanma mablag' uchun 18 oy muddatga 21% stavkada o'sha 18 oyga agar ishlab chiqarish qilaman, asosiy vosita sotib olaman desa, ya'ni yoki asosiy unaqa vositalar sotib olish uchun bo'lsa, bu 5 yil muddatga beriladigan kredit turlarimiz mavjud. Bundan tashqari mana endi tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlarga startap loyiha, biznesga birinchi qadam ikkimiz bor. Bu 18 oy muddatga bu ham 23% stavkada beriladi. Bu 10 million so'm, ya'ni mijoz, ya'ni fuqaro o'zimizni bankda yo'nalish tanlab, dastlab o'sha biznesini, ya'ni loyihasini amalga oshirish uchun 10 million so'm plastik kartaga misol uchun tashlab beramiz.